Assalamu alaykum dostlar, yaxshimisizlar? Men Şahiba. Bu mening 40 kunlik vaqtim. Bu mening 2 oylik vaqtim. Men kitoblarga bek amroq edim. Cho'chaklarni o'qiydim. Boshqayda, boda qo'yda. Bu qalamni ko'rdingmi? Bu mening 3 yoshda yodlagan she'rim. Men o'simliklarga bek amroq edim. Tahi hayvonlarga bek amroq. Bu mening eshakka mingan vaqtim. Men atlarni bek yaxshi ko'raman. Bu mening atga mingan vaqtim. Bu mening etni tutib silgan vaqtim. Mening tahi mushugim borchi, uning ismi Marmar. Men mushugimni o'ynatib atgan. Men tantarbiyaga ketishman. Men sayohatni bek yaxshi ko'raman. Dengiz boylarini, mo'jizalarni. Tahi men rasm chizishni bek yaxshi ko'raman. Bu rasm chizgan vaqtim. Bu qo'ldan xo'roz chizayotgan. Biz o'yin qo'yib o'ynaymiz uyda. Azra okula bütün sayfasını bize masal okulu. Beş çocuğa annesi bilen şeyliğe çıktı. Annesi görmezden yırakta gidip kaptı. Annesi kokoktan. Bu mening 3-20 yaş vaqtimdi. Men kitap o'qishni bek yaxshi ko'raman. Bu mening YouTube'ga kitap o'qigan vaqtim. Genç hikayeni okup bilmeyen yabancı baba. Bir baba kentge yakın bir otlakta koy bakırken bir günü öz kömrüne hoş kılış üçün yağandın. Börü keldi, vay halayık börü keldi. Mektep açtıyken uçak, biz mektepke bek amrak. Nemi digen kömürlük, dirişip. Yaxshimisizlar dostlar, men bugun sizlarga Yolg'iz Toshning hikoyasi degan cho'chakni o'qib beraman. Yolg'iz Toshning hikoyasi. Men maktabdan kelib bek kirib ketsam-mu, yana izchil kitob o'qishni davomlashtiraman. Men kechagimdan opamga yordamlashib tamoq qilaman. Men mushuk shakllik tamoqni qila olayman. Men lag'manni bek yaxshi ko'raman. Ham lag'manni qila olayman. Sizlarga lag'man ichib beray. Akşam badım mellenge, amellenge, açan koptu la 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 lag'manga ças. Akşam badım mellenge, amellenge, açan koptu la 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 lag'manga. Men kechagimdan pianoni bek yaxshi ko'raman. Bu mening 1 yoshlik piano chalgan vaqtim. Usul naqshlarni o'rganamiz. Bu bizning usul o'ynagan vaqtimiz. To'qayliqda sayraydi bir juft
Ben yine her günü yükselge kitap okuyayım. Ana mektep Gülçimen, biz bir köçler, siz bağben, östük şuna şatçimen, bizge gamgan muallim, anımızga okşaysız, dadımızga okşaysız. Bu menin YouTube kanalıga film tayyorlab atgan vaqtim. Odatda filmni özüm tayyorlayman. Tayyorlagan filmlerimni özüm torga chiqarman. Men 2 yildan beri Gulboston muallimning dersiga qatnashyapman. Bu mening yozgan topshiriqlarim, kitoblarim. Bu mening tunji yozgan hikoyam. Men yana ilibba tuzishga qatnashdim. Yaqinda Tulki bilan Tiyin degan hikoyani yozib chiqdim. Mening cho'ng bo'lganda astronot bo'lg'im bor. Men buning uchun bek tirishiman. Xo'sh.